Prezidentimiz tomonidan shuhrat medaliga sazovor bo'ldim. Albatta, prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni izhor qilaman. Biz ijodkorlarga, adabiyotshnoslarga, shoir yozuvchilarga, rassomlarga, san'atkorlarga beriladigan bunday katta imkoniyatlar, bunday katta yurtimizda bo'layotgan islohotlar, yuksalishlar bizani ijod qilishimiz uchun juda katta bir imkoniyatni yaratib berdi. Tarixiy voqea bo'ldi. Qurbon hayiti bayramimizda mana shunday bir unvonlar bilan taqdirlanishimiz kutilmaganda katta tarixiy voqea bo'ldi deyman. Eng katta ahamiyatli tomonini aytib o'tish kerak bo'ladi. Vafot etgan ustozlarimizga mana shunday yuksak unvonlarni, orden medallarni berilishi, hech bo'lsa-da taqdirlanganligi bu juda ham bizani xursand qildi. Bu albatta prezidentimiz tomonidan biz ijodkorlarga beriladigan, adabiyotshunos olimlarimizga, san'atkorlarimizga, fidoyi mana shu yozuvchi shoirlarimizga beriladigan juda katta bir e'tibor, sharafli. Shu bilan birgalikda bir mas'uliyat yuklaydi. Biz yanada bir yangi asarlar bilan vatanimizga bo'lgan sevgimizni, muhabbatimizni yana ham xalqning ichiga kirib borib, o'zimizni mehnatimiz bilan munosib javob berishimiz kerak bo'ladi bunday unvonga.